hurmatli prezidentimiz tomonidan mana shu gullar bayramiga xalqaro maqom berilishi, ya'ni xalqaro gullar festivaliga aylantirilishi bu festivalning nufuzini ham, darajasini ham, ko'lamini ham juda ham yuqoriga o'sishiga olib keldi. Namangan shahridagi o'tkazilayotgan 65-chi Xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ishlari qizg'in davom etmoqda. Mening hissam shiori ostida tashkil etilgan ekologik aksiyada shahardagi 3 favvora xiyobonida jurnalist va blogerlar ham faol ishtirok etib, xiyobon hududiga turli xil manzarali gul ko'chatlarini ekishdi. 65-chi Xalqaro gullar festivali doirasida gul ekish va go'zallik yaratish uchun mening hissam tadbir bo'lib o'tmoqda. Aynan mazkur tadbirda Namangan viloyatidagi barcha ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist, blogerlar ishtirok etmoqda. Xususan men ham ishtirok etib, mazkur tadbirda gul ekyapmiz. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad, ko'pchilikning xabari bor, Namangan o'sha Ginneslar, xalqaro Ginneslar rekordiga kirishga katta harakat qilyapti va 150 milliondan oshiq gul ekish rejalashtirilgan. Bundan tashqari bu yerda gul ekish jarayoni o'ziga yarasha mashaqqatligiga ham guvoh bo'lyapmiz. Bizga mutaxassislar buni o'rgatishyapti. Aynan gullarni qay tartibda ekilish kerak, oradagi masofasi qancha bo'lishi kerak, ularni qancha chuqurlikda ekilish kerak, barchasini o'rgatishyapti va 50 kun davomida bu gullarni ushlab saqlab turish o'zi ham bir mashaqqat ekan, chunki ko'rib o'zimiz guvohi bo'lyapmiz. Avvallari bu tadbirlarni biz faqatgina yoritar edik. Hozir mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Biz o'zimiz shu tadbirlarda ishtirok etib gul ekmoqdamiz. Mazkur tashabbus shaharning yanada ko'rkam va yashil muhitga aylanishiga xizmat qilib, tabiatga bo'lgan e'tiborning oshirishga qaratildi. Aksiya ishtirokchilarining bu kabi ezgu ishlari har bir insonning atrof muhitning asrashdagi hissasi ekanligining ta'kidlashdi. Xalqaro gullar festivalini nafaqat respublikamizda, balki butun dunyodagi imijini oshirish ustida ish olib bormoqdamiz. Bu yil ham ana shu yangi loyihalar, yangi tadbirlar amalga oshiramiz. Bulardan biri mana shu ekilayotgan gul ko'chatlarimiz soni. Biz dunyo tajribasini tahlil qilganimizda albatta Namangan shahrida ekilayotgan gul ko'chatlari soni dunyoda demak ko'pligi ma'lum bo'ldi va ana shu Ginnesning xalqaro kitobi demak bosh ofisi bilan hamkorlikda ish boshladik va 20-apreldan 20-mayga qadar bir oy davomida mana shu shahrimizda ekilayotgan gullar sanog'ini demak olib borish bo'yicha biz da'vogar sifatida ro'yxatga olindik va ish boshlab yuborildiki, barcha Namangan viloyati demak faollari, aholisi, ayniqsa ommaviy axborot vositalari tashabbus qilishdiki, mana shu viloyatimizni demak Ginness rekordlar kitobi kiritish bo'yicha o'zlarining hissalarini gul ko'chat ekishga va go'zallik yaratishga mening hissam loyihasi bugun mana shu guvoh bo'lib turganingizdek juda ko'plab yoshlarimiz, ommaviy axborot vositalari o'zlarini mana festivalga hissalarini qo'shishmoqda. Gullar festivali arafasida amalga oshirilayotgan bunday ekologik tadbirlar Namanganning go'zalligiga yanada chiroy bag'ishlab, festival mehmonlari uchun ko'tarinki kayfiyat yaratishi shubhasiz. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Namangan.